Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kamqonlikni dori-darmonlarsiz, tabiiy mahsulotlar bilan davolashni ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz, chunki video oxirida kamqonlikni parhezlarsiz va tabletkalarsiz arzon hamda sinalgan usulini aytib o'tamiz. Kamqonlik bu qonda eritrotsitlar soni va gemoglobin miqdorining kamayishidir. Bu kasallikka aksariyat holatda ayollar va bolalar chalinadi, chunki ularda temir moddasiga bo'lgan ehtiyoj erkaklarnikiga qaraganda 3,5 barobar yuqori. Kamqonlikning asosiy belgilari bosh og'rishi va aylanishi, ishtahasizlik, tez charchash, ko'ngil aynishi, qo'l-oyoqlarning muzlashi, tana haroratining pastligi, terining och rangga kirishi, yurakning tez urishi, nafas olishning og'irlashuvi, ko'krak qafasida og'riqlar paydo bo'lishi va shu kabilar xastalikning asosiy alomatlari hisoblanadi. Kamqonlikni davolashda qondagi gemoglobin miqdorini oshirish va temir moddasini oshirish uchun tabiiy mahsulotlar iste'mol qilinadi va albatta parhez qilinadi. Birinchi mahsulotimiz go'sht mahsulotlari. Mol go'shti, mol tili, jigari, qo'y go'shti, tovuq go'shti, baliq go'shti, kurka go'shti va quyon go'shti. Bu mahsulotlar tarkibidagi temir moddasi to'g'ridan-to'g'ri va oson so'riladi. Go'shtdan temirning so'rilishi darajasi 30% gacha yetadi. Ikkinchi mahsulot dukkakli mahsulotlar ham gemoglobin miqdorini oshirishda yordam beradi. Bular no'xat, mosh, grechka va loviyaning turli navlari bo'lib, ular tarkibida katta miqdorda temir moddasi mavjud. Uchinchi mahsulotimiz qondagi gemoglobinni oshirishda sabzavotlar orasida lavlagi yetakchidir. Shuningdek, tarvuz, qovun, tomatlar, shaftoli va anor ham foydalidir. To'rtinchi mahsulot quruq mevalar. O'rik, tut va olxo'ri qoqilari, yong'oq, mayizlar ham qon ko'paytiruvchi tabiiy mahsulotlardandir. Beshinchi mahsulot gemoglobin miqdori kamayishida qizil baliq, qizil ikra, tuxum sarig'i, dengiz mahsulotlarini tanovul qilish yaxshi foyda beradi. Kamqonlikni davolash jarayonida temir moddasining so'rilishini cheklovchi va kamqonlikni og'irlashishiga hamda kuchayishiga sabab bo'luvchi mahsulotlar. Kofe va achchiq choy iste'mol qilish tavsiya qilinmaydi, chunki bu ichimliklar tarkibida organizmdan temir va kalsiyni yuvib chiqaradigan moddalar mavjud. Bu ichimliklarni ovqatdan keyin kamida 1 yoki 1,5 soatdan keyin iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Endi va'da qilganimizdek dori-darmonlarsiz va parhezlarsiz qondagi gemoglobin miqdorini oshirishni oson va arzon usulini ko'rib chiqamiz. Ushbu qo'limdagi Tibet tuz mahsuloti O'zbekistonda yangilik bo'lgan, 100% yodlangan. Bu organizmda temir va yod yetishmovchiligi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish uchun ishlab chiqarilgan tabiiy mahsulot. Oddiy tuzdan farqli o'laroq, u organizmni temir va yod bilan to'yintiradi. Gemoglobin miqdorini oshiradi, immunitetni mustahkamlaydi, aqliy faollikni oshiradi, xotira va diqqatni mustahkamlaydi. Tirnoqlar mustahkam bo'ladi, soch to'kilishi kamayadi, moddalar almashinuvi yaxshilanadi. Qalqonsimon bez faoliyati normallashadi. Organizmingiz energiya va quvvat bilan to'ladi. Shunchaki kundalik iste'mol qiladigan tuzingizni Tibet tuziga almashtiring. Shunda organizmingiz temir va yod bilan to'yinishni boshlaydi. Tibet tuz ishlab chiqarish jarayonida Yaponiya va Hindiston davlatlaridan keltirilgan qondagi gemoglobin miqdorini oshiruvchi tabiiy minerallar qo'shib ishlab chiqariladi. Tibet tuzni iste'mol qilishni boshlaganingizda dastlabki 3-5 kundayoq organizmda o'zgarishlarni kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Ovqat hazm qilish jarayonini va uyquni yaxshilaydi. Tiniqib uyg'onasiz. Kamqonlikni darajasiga qarab o'rtacha 1 yoki 1,5 oyda qoningiz ko'tarilganini sezasiz. Ushbu mahsulotimiz yosh bolalar va homilador ayollarda uchraydigan kamqonlik va yod yetishmovchiligi muammolariga ham yechim bo'la oladi. Ya'ni butun oila uchun mos keladi. Tibet tuz 100% tabiiy mahsulot bo'lib, barcha sertifikatlarga ega. Narxi 59 ming so'm bo'lib, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Agar siz qoningizdagi gemoglobin miqdorini tabletka va parhezlarsiz, oson va arzon usulda oshirishni istasangiz, hoziroq Tibet tuzni sinab ko'ring.